Assalomu alaykum Oybeguz kanalining qadrbaland qadrli obunachilari, chorvador aka-uka, do'st birodarlar, jigarlarim, yangilik dehqondan, живой joyidan bo'g'oz xunojillar, bo'g'oz sigirlari bor. O'sha sigir qo'ymagansiz minnatda akalar. Bittadan like bosib turasiz, xudo xolasa 28-noyabr Sayyidul ayyom barchamizga ham bor bo'lsin. Musulmon ahliga xudo xolasa mana bunday bo'g'oz, aniq bo'g'oz. Bu bo'g'oz 100 talik bo'g'oz. Aytishyapti, mana o'zi dekabrga o'tib tug'adi. Oz qoldi. Mana ular qancha edi? 5 oylik atrofida. 5 oylik. Bunisi-chi? Bunisi ham 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida. Onasini tug'adi deganlari esimda qolibdi-da. Akalar, xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Jobborbek akamizni xonadonlarga yetib kelganmiz. Bittadan like gumbillatib turing. Dehqondan ishonavering. Siz o'ylamagan variantda sigirlar bo'ladi. Bo'y bassa hamma yo'g'ini ma'lumotini, yemoq-ichmog'ini aytib o'tamiz. Mana shisi gibrid ekan akalar. Xudo xolasa like gumbillatib turing, ma'lumotlarni o'zlaridan olib boramiz. Qisqacha, lo'ndacha video qilamiz. Assalomu alaykum. Jobbar aka, suyimsiz? O'zingiz yaxshimi? Qalaysiz? Ishlar bo'lyaptimi aka? Suyimsiz? Xudo xolasa indalita dehqon bilan gaplashib o'zgacha bo'ladi-da. Dehqonmiz endi birinchi marta chiqishimiz. Birinchi marta chiqishingiz bo'ladi-da. Dehqonchilik. Aka, bunday qiling. Rosa tushuntirdim o'zingizga ham qonun qoidasi. Imkon qadar haqiqatga yaqin gap gapirasiz. O, hali savdoga kelsa uyga kelganda 30 million, 25 million gap gapirib tashlamaysiz. O'zim ham tushuntirdimmi? Qo'ldan kelgancha yaxshilikka sotilyapti ekan, aytishingiz bo'yicha. Inshaalloh o'sha yaxshilikka buyursa aka, bittadan like bosib turishadi, narxni qulay qilib berasiz. Narxni qulay qilib beramiz. Shu nima deydi? Qisir mol olishadi, xuddi shunaqa narxda qilib beramiz. Bo'g'oz molni qisir mol pulida qo'yib beramiz. Qarang. Hozirgi kunda nima yeb turibdi? Aka, silos bilan bular anu chigitni chiqqani bor, quruq. Atxot. Silos bilan aynaqasi yeydi. Kunjara, kepak. Qo'ying shunaqalar yeb turibdi. Xullas o'shalarni yeb turibdi. Akam o'ta kayfiyati zo'r inson. Akam bunday qilamiz. Bo'ybasilarni o'lchadik-a. Shu turgan xotiga obunachilar, mana ikkitasi 123 dan chiqdimi? Bu 125 atrofida ekanlar. 25 atrofida akalar, bu shuni kalla egib ovqat yeyotgan yerda o'lchadik. Narigisi o'sha 118. 118 chiqadi, xudo xohlasa. 118 atrofida chiqadi. U realni, hali osib qo'yib boshqa emas. Aka, hamma ham narxida qiladi. Oldi ko'rsataman. Bitta ko'rsataylik-da, keyin narxini aytaylik-a. Mana shundan boshlaylik. Akalar, xudo xolasa mana oski sohalari hamma joyi endi joyida turibdi-da, mana ko'ring. Mana shimol. Yana sigirda nimalarni so'rasa akalar, o'zlaring agar men xato kamchiligim bo'lsa o'zlaring so'rayversa, mana shu Shonterida birinchisi bu. Jobbar aka, shved haqiqatan. hali optim deydi? Hali endi mana shu molni sotaveraylik. Sichqon teri sifat, shved sifatda tortgan. Aka, bunday qilamiz, qarang. Optimga bitta narx qo'yib berasiz. Shuna bo'ladimi? Optimga bitta uramizmi? Optimaga bitta uramiz. Olimlar bitta ko'rsaylik-a, narxini arzon. Halida kayfiyatni ko'tarib ko'ring. Kayfiyatni ko'tarib. Albatta. Molni ko'rib soladi. Eti yaxshi aka. Badani yaxshi. Bo'g'ozligi 100 ga 100 lekin borganda 100 ga 100. 100 ga 100. Mana. Yuvoshligi ham zo'r ekan. Mana Oybekka uchraverasizlar. Oybek men uchun gapni. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Menga uchrasizlar, men bu dehqon tov beraman ekan. Ko'ring mana. Oq kiprik, tumshuqlar ham pishib turibdi, mana shu gibrid mol ekan. Balkim agar yaxshiga qo'ygan bo'lsa, может, yaxshi mol chiqib qolar ekan. Ko'ring. Yaxshi, chiroyli unajinga qo'yilgan aka. Chiroyli novoz kerak. Chiroyli novoz. Akalar, dehqon ekran qarshisiga birinchi chiqishiga o'ta hijolat bo'ladi-da, videoni o'chirib haligi xato qilib olib, ashna qilib oldik. Xafa bo'lmaysizlar, bittadan like-ni gumillatib qo'yasizlar mana. Uchinchisi. Endi buni ma'lumotlarni agar men tushunmayman unchasiga, ochiqni aytish kerak. Xato kamchiligim bo'lsa, telefon qilib so'rayverasizlar. Men bor hozir bilmaydigan narsani bilmayman deyishga, lekin mana shu tug'ish haqiqatan yaqin shekilli qonni. Yaqin dekabrga o'tib tug'adi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa garantiya berasiz. Garantiyasi bor. Qarang, 118, 125 atrofida. Uzunlik holati zo'r. Endi so'rolmagan kamchilik bo'lsa, so'rayverasiz. Aka, narxida keyin gapiring. Narxini chiroylab bering. 60 qilib beraveramiz. Yo'q, hozir aytdim 20 dan emas, aka. 20 dan endi bundayda syomka qilamiz. Qo'yilayotgan bo'lishi mumkin. Endi bozorda aytsangiz bo'ladi 25, 22 dan deb. YouTube'da qulayroq qilib bering. Qarang-da. Aka, yaxshi kunga sotilyapti ekan. Yaxshilikka, hayri bilan gapiring. Bunday ozmozdan emas, chiroylab o'tib gapiring, maqsad sotish bo'lsin. Bir kishini bo'yitaylik. 19 dan qo'yib beraman, bo'ladimi? Bunday qiling, 2 million o'tib berasiz, 18 dan.
o'zi kirganda o'zim 20 atrof qo'ying degandim, keyin 18 dan qo'ying masa sotishdim. Bir joyga. Bor barakasi. Bir joyga olamiz deganlar uchun, lekin tanlab olishsa narxi o'zgaradi. Ha, tanlab olsa plus minusi bor. Barakasini bersa. 18 milliondan. Akalar, yo, lekin qarang, rozi bo'lib bering. Molingizda gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshilik kunga akalar. Hamma gap rozi-rozi. Endi bitta narsani o'ylab ko'ring obunachilar. Misol 14 millionga qisir, orriq-tirriq 18-13 santimetrli, hamda 12 santimetrli sigirlar ham qo'yib yuribmiz ayrim insonlarda. Lekin mana mollarni olasiz, bo'g'ozligiga kafolatli, mana o'zi qornidan ma'lum bo'lib turibdi. Xudo xolasa, olib maza qiling, gapni qisqasi, bittadan like bosib, ekran qarshisidagi nomerlarda Telegram, WhatsApp bor, musofir akalarni ham olaverasizlar. Like gumbillatib turasa, savdogar akalarim ham olishaversin aka, xudo xolasa. Qarang, yakkalabga qarang, WhatsApplaringizga ham qarab turasiz. Mabodo musofir obunachilarni oladigan bo'lsa ham, musofirda noni shirin o'zingiz ham yurgan bo'lsangiz kerak, yengillatib berasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akalar. Oybekuzdan ko'ra aloqa eshitishga bizni esdan chiqmasin.